Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch va baxt olib keling, tabiiy yo'l bilan. Hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugunoq sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim, 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. AQSh rahbari Donald Tramp Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etilishi haqidagi savolga aniq javob bermadi. Reuters. Donald Trampga Qo'shma Shtatlar ham Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi yangi cheklovlar joriy etishga ergashadimi degan savol berildi. Ko'plab choralarni ko'rib chiqyapmiz, lekin nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi, deya javob berdi Donald Tramp. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi navbatdagi to'g'ridan-to'g'ri muzokara Yevroittifoq va AQSh ishtirokida bo'lib o'tishi mumkin, dedi Yevrokomissiya vakili Paula Pinio. Tramp ma'muriyati Suriyaning yangi hukumati qulashi mumkinligini e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Suriyaning muvaqqat hukumati qulashi ehtimolini istisno qilmayapti. Bunday holatda mamlakat keng ko'lamli fuqarolar urushi davomida qoladi, dedi AQSh davlat kotibi Marco Rubio. Tramp Putin unga urushni yakunlash uchun real shartlarni bayon etishiga va'da berganini aytib, Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishdan voz kechdi, deya ma'lum qildi Axios nashri. Nashrning manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh rahbari bu haqida Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqotidan so'ng yevropalik yetakchilar va Zelenskiyga ma'lum qilgan. Tramp shuningdek AQSh Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokarada qatnashmasligini bildirdi. Bu esa uning tinchlik jarayonidan deyarli to'liq voz kechayotganini bildiradi. Yevropa yetakchilari bunga e'tiroz bildirib, muzokarada kimdir hakam bo'lishi kerakligini aytishdi, deya yozmoqda Axios nashri. Nashr manbalariga ko'ra, Tramp yevropalik siyosatchilarga Putin o't ochishni to'xtatish bo'yicha bevosita muzokaraga rozi bo'lganini aytganda, bir necha soniyalik hayratli sukunat yuzaga kelgan. Zelenskiy esa bunga javoban Putin ilgari ham muzokaraga rozi bo'lganini, uning birinchi raundi juma kuni Istanbulda bo'lib o'tganini eslatgan. Qo'shma Shtatlar bunga bevosita javob bermagan. Shunda Zelenskiy Trampga muzokarani 30 kunlik zudlik bilan o't ochishni to'xtatish bilan boshlash aynan uning g'oyasi bo'lganini eslatishgan. Yevropa rasmiylari sanksiyalar kiritish imkoniyatini so'rashganida Tramp hozircha bu yaxshi g'oya emasligini aytgan. Chunki uning fikricha Putin kelishuvga erishishni xohlamoqda. Tramp Rossiyaning o't ochishni to'xtatish va Ukraina mojarosini tugatish bo'yicha takliflar tayyorlayotganini bildirgan va Putin bilan kelishishga bo'lgan imkoniyatni ko'rib chiqish uchun maqbul variant taqdim etishni so'ragan. Ukrainaga qarshi urushda Rossiya fuqaroligini olgan 20 ming nafar xorijlik qatnashmoqda, dedi Rossiya tergov qo'mitasi raisi. Bizning harbiy tergov boshqarmamiz reydlar o'tkazmoqda. Biz allaqachon 80 mingga yaqin shunday fuqaroni qo'lga oldik. Ular nafaqat frontga borishni xohlashmaydi, balki harbiy komissariyatga ham borishni istashmaydi. Rossiya fuqaroligini yangidan olgan 80 ming nafar shaxsni qo'lga olib, harbiy hisobga qo'ydik va 20 ming nafar nimagadir boshqa davlatda yashashni istamaydiganlar hozir frontda, dedi Bastrykin. Ukraina haqiqatdan ham Rossiya bilan mojaroni tugatish bo'yicha kelishuvga olib keladigan memorandum imzolashi mumkin, dedi Vladimir Zelenskiy. Tramp bilan telefon suhbatidan so'ng Zelenskiy Ukraina o'z qo'shinlarini Rossiya bosib olgan hududlardan olib chiqish niyatida emasligini aytdi. Finlandiya Rossiya aktivlaridan tushgan daromad hisobidan Ukrainaga qurol yetkazib beradi. Finlandiya Rossiyaning mudlatilgan aktivlaridan tushgan 90 million yevro daromadni Ukrainaga harbiy yordam sifatida yo'naltirish bo'yicha Yevropa komissiyasi bilan kelishuv imzoladi. Bu haqida Mudofaa vazirligi 19-may kuni ma'lum qildi. Washington Ukrainaga qurol yetkazib berishni to'xtatmagan, ammo yangi yordam paketlarini shakllantirish imkoniyati bo'yicha hozircha qaror qabul qilinmagan, dedi AQSh davlat kotibi. Marco Rubioning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Ukrainaga
patriot mudofaa tizimlarini yetkazish ustida ish olib bormoqda. Lekin bu tizimlar ushbu mamlakatlarning hatto o'z ehtiyojlari uchun ham yetarli emas. Bundan tashqari AQSh davlat kotibi Ukrainada nega haligacha tinchlikka erishilmaganiga izoh berdi. Asosiy muammo shundaki, Rossiya hozir unda yo'q va o'zi haqli bo'lmagan narsalarni xohlamoqda. Ukraina esa harbiy yo'l bilan qaytarib ololmaydiganlarni istamoqda. Muammoning mohiyati mana shunda, deya ta'kidladi Rubio. Davlat departamenti rahbari shuningdek, Ukrainadagi mojaro g'arb davlatlarining diqqati va resurslarini Osiyodagi ancha jiddiy tahdidlarini tiyib turishdan chalg'itayotganini aytdi.